Men metroni o'tkazib yubordim. 30 soniyaga kech qoldim, ishonasizlarmi? 30 soniyaga kech qoldimda. Xullas, men chiqishim kerak bo'lgan metro o'tib ketib qoldi. Пересадка qilishim kerak edi, boshqa metroga o'tishim kerak edi. Hozir 30 soniyaga kech qolganim uchun ikkinchi tren necha minutda keladi deb o'ylaysizlar? Amerikada bitta plyus tomoni metrolar tez harakatlanadi. Ikkinchi tren 1 minutda keladi. Ko'rishlar mumkin. Hozir 1 minutda yetib keladi ikkinchi tren. Plyus minus 1,5 minutga kech qolaman endi boradigan joyimga. Shayxlar. Va ikkinchi metro keldi. Hozir bunga chiqamiz. Boyagi trenni o'tkazib yuborganimga 40 soniyami, 60 sekundda bo'ldi, xullas. 1 minutga qolmay bunisi ham keldi. Lekin yaxshi. Tez yuradi lekin. Bunisi bo'sh ekan lekin qaranglar. Hali hech kim chiqmagan. Shunaqa metrolarda bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Videoni qo'yinglar. Bugun qo'yib borayotgan hamma videolar faqat sizlar bilan bugun subwayda, ya'ni yer ostida yuramiz.